Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu Minecraft qurilmasini qurish uchun naqd 10 yil vaqt ketgan. Hozir men sizlarga ko'rsataman. 1 oyga qurilgan bilan 1 yilga qurilganning farqini. Lekin 1 daqiqa ichida ham qurish mumkin ekan. Qani boshla. Qani Choriqul o'z qudratingni ko'rsat. Tushunmadim, 4 ta blok qayerdan paydo bo'ldi? O'yin boshlanganiga 7 soniya ham bo'lgani yo'q, lekin anchagina narsani qurib qo'ydi. Tushunmadim, har xil yog'ochlardan foydalanyaptimi? Tushunmadim, qanday qilib bunday tez harakat qilish mumkin? 20 soniya vaqt ketdi xolos. Xullas gap bunday Choriqul. Videoning oxirida har birimiz yaxshi qurilgan qurilmalardan birini tanlashimiz kerak va yutgan odam 10 ming dollarni qo'lga kiritadi. Qo'yil qo'l arziydi. Men bunday qurilmani 10 kunda ham qurib bitqiza olmayman. Qo'yili, u hattoki karkasdan kravat ham taxlayapti. Hakellar ham o'rnatyaptimi? 3, 2, 1, Choriqul vaqting tugadi. Mahoratingga gap yo'q oshna. Qo'yil, sen bu uyni 1 daqiqa ichida qurding. Qovurilgan kartoshka yeysizmi? Nima, sen kartoshka qovurdingmi? Men anchagina vaqtim bor edi. 10 ming dollarni mana shu bolaga beringlar. Hozircha bu 1 daqiqa ichida qurilgan qurilma edi. Lekin video davomida 1 oy, 1 yil, hattoki 10 yil davomida qurilgan inshootlar ham bor. Mana endi 1 soat ichida qurilgan inshootni ko'ramiz. Lekin hozirda bu yerni qurgan avtor kela olmadi, chunki u imtihon topshiryapti. U qanday sohada ishlayapti? Arxitektormi? Menimcha qiziqarli bo'lsa kerak. Esingizdan chiqmasin, bu yerni 1 soat ichida qurgan. Men hali ichkariga kirganim yo'q, lekin ba'zi narsalar meni hayron qoldiryapti. Qo'yili, bunday inshootni Bruslining kinosida ko'rgan edim. Nima gap oshna? Qanday oshna, Xitoyga xush kelibsan. Avtor bizlarga xabar qoldiribdi. Do'stlar, xush kelibsizlar. Ming afsuski hozir men bu yerda emasman, lekin men bu inshootni 1 soat davomida qurganman. Afsuski men ko'p narsa qurishga ulgurmadim, lekin bu samuray dargohi deb nomlanadi. Bu inshootning ichida sirli xona yashiringan. U xonaning ichida esa eng og'ir buyum joylashtirilgan. Sizlarga esa omad tilayman. Og'ir buyum deydimi? Yo'q, qo'yli, bu yerda hattoki samuraylar qilich ham bor ekan. Tushunmadim, Jimmy, mana bu soch sariq bu yerda nima qilyapti? Unga til tekkizma, bu meni xotinim. Lekin inshootga qoyil qoldim, juda ham chiroyli yasalgan. Ayniqsa mana bu daraxt. Bunga qaranglar, bu yerda hattoki panda ham bor ekan. Qo'yli, u richaklardan qush yasaganmi? La'nati, men bilmasdan sindirib qo'ydim. Men haligi boshqa yasab beraman. Esingizdami, bu yerda sirli xona bor degan edi. Aytgancha, axir bu yerda sirli xona ham bor-ku. U qaysi teshikka joylashgan edi? U xonani menga qo'yib bering. Opa. Bu Zumradmi? Bu yerda Nolanning onasi deb yozilgan ekan. La'nati, haqiqatan ham shunday yozilgan ekan. Mayli, juda ham ajoyib bo'ldi. Mana endi 1 kun ichida qurilgan inshootga boramiz. Hoy, G'anisher, nimaga boshni? Mana shularni hammasini 1 kunda, ya'ni 24 soat ichida qurganmisan? Ha, shunday. Qani bilmasam baho berish uchun tanishib chiqamiz. Buni oxiri ko'rinmaydi-ku. Men bir narsaga hayron qolyapman. Bularni 1 kun ichida qanday qilib qurib bitkazgansan? O'zi sen bola uxlab turdingmi? Ha, men hattoki 6 soat uxlaganman. Axir dam olishim kerak-ku. Demak, bu inshootni qurish uchun 1 kun emas, bir necha soat vaqting ketgan. Men qurgan orol 4 ga bo'lingan. Bulardan biri cho'l zonasi, o'rmonlik zonasi, botqoqlik zonasi va vulqonlar. Bu ajoyib inshootning yuragi mana bu chiroyli qurilma. Bularni ko'rib odamning ko'zi lol qoladi. Yo'qotlaring mana bu ayolni bu yerdan. Bunday go'zallik qirollikning har bir burchagida joylashtirilgan. Ulardan birini ko'ryapman. Juda ham bahaybat ekan. Bu shaharni energiya bilan ta'minlab turadi. Sen har bir detallariga e'tibor bergan ekansan, qo'yil. Men chimadanimni tayyorlayveraman, chunki bu yerga ko'chib kelishim kerak. Juda ham chiroyli ekan. Albatta ko'chib kelaver, seni xonang ham tayyor. Yo'q, bo'ldi, yo'lga chiqdim. Mana bu Jimmy'ning spalnisi bo'ladi. Yo'q, Xudoyim, sen har bir xonalarga ham e'tibor berganmisan. Albatta, men har bir detallariga e'tibor berganman. Jimmy, men sen bilan yotaman. Buni xayolingga ham keltira ko'rma. Do'stlar, sizlar mana bu ajoyib kapalakka ko'zingiz tushdimi? Ha, u barcha gullarni changlatadi. G'anisher, seni mahoratingga gap yo'q oshna. Sizlarga yoqqanidan xursandman, do'stlarim. Tushunmadim, mana bu kimning teshigi bo'ldi? Kallang qurib ketsa, bu teshik emas, bu g'orning teshigi. Bunday tog'larning teshigini men o'zim o'ylab topganman. Ta'rifga til ojiz, men nima deyishga hayronman. Mana 2 qo'limni ko'tardim. To'g'ri, men ham 2 qo'limni ko'tardim. 24 soat ichida qurilgan inshoot juda ham chiroyli chiqqan ekan. Ha, men aldamayapman, juda ham chiroyli chiqqan. Mana endi 1 hafta ichida qurilgan inshootga boramiz. Voy, janob Mango, sen buni 1 hafta ichida qurganmisan? Qani bilmasam, bu go'zallikni ko'zdan kechiramiz. Qo'yiling. Oldingilarni ko'rganimiz bitta shahar edi. Axir bu sivilizatsiya-ku. O'zi biz qayerdamiz? Menimcha biz Rimdamiz.
Yo, sizlar mana bu haykalga bir qarang, juda ham chiroyli yasalgan ekan. Bu haykalning prezlari bormi? Juda ham qachchoq ekan. Yo, bunday narsani ko'rish senga qat'iyan man etilar qinjiq. Xo'sh, yana nimalar bor? Bu yerda Rimdagi Kolleziya bor. Qo'yli. Jimmy, bir bellashmaymizmi? Sal sekinroq, axir meni xotinim kuzatib turibdi. Mayli, qani ko'raylikchi, yaqinroq kel. Sen ikkita qilichni ham olding. Tushunmadim, nega sen ikkita qilishni olding? Qanday bo'la qoldi? Bu nima degan gap bo'ldi? Kozimjon, qani yaqinroq kel. Axir bu adolatdan emas. Ha, to'g'ri aytasan azizam. Nega xotiningga aytganini qilyapsan, xotin quli? Oho, g'alaba! Ba'zan xotinning gapiga ham kirib turish kerak. Xo'sh, yana ko'rish uchun nimalar bor? Kemalar turargohi bor. Yo'q, kemalar ham bormi? Axir bu meni eng yaxshi ko'rgan joyim, chunki har bir kemalarning o'z yo'nalishlari bor. Mana bu kemaning ichida asallar joylashtirilgan. Mana bu kemaning ichida esa olmoslar va zumradlar bor. Olmos bilan zumradlar bormi? Juda ham chiroyli yasalgan ekan. Kambag'al yashashmaydi har holda. Qani shoshmanglar, men bu yerda bitta xona tanlayman. Agar men tanlagan xonaning ichi bo'm-bo'sh bo'lmasa, men juda ham hayron qolardim. Jinorsan, bo'm-bo'sh ekan-ku. Men buni oldindan bilgan edim, chunki har bir xonalar bo'm-bo'sh. Men bu yerning soniga emas, sifatiga qarayman. Men bu inshootni nima uchun o'z kanalimga chiqaryapman? Chunki bu yerdagi inshoot va landshaftlar juda ham chiroyli qurilgan. Tushundingizmi? Bu yerda tort bor ekan, men plus qo'yaman. Mayli, tort borligi uchun men ham plus qo'yaman. Men bu inshootni boshida ko'rganimda juda ham hayratlangan edim. Lekin mayli, yomon demaymiz. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Mana endi bir oy davomida qurilgan inshootga marhamat. Tushunmadim, biz qayerga tushib qoldik? Menimcha biz suv ostidamiz. Bu yer high-tech usulida qurilganmi? Qoyil. Oho, Shavla, nimaga boshna? Xo'sh, buni qanday qilib qurding? Lapatkachani oldim, do'stlarimni chaqirdim, hashar yo'li bilan bitirdik. Mana shu inshoot uchun 500 soat vaqting ketdimi? Sizlar mana bu yerda uchar poyezdni ko'ryapsizlarmi? Men haqiqiy shahar qurishni xohladim. Qayerga qadam bosmayin, har yer gavjum va chiroyli bo'lishi kerak edi. Lekin shahar juda ham chiroyli. Uchar avtobus ham bor ekan. Mana bu yerda roltini yasab beradimi? Rostdan ham bu yer ishlayotgan ekan. Qo'yli. Bu yer men kollejda yozgan kitobim asari asosida yasalgan. Qo'yli, ta'rifga til ojiz. Yurakka to'kildi, shu ham yo'qotlaring yerda buni. Bu yerda dinamit ko'p ekan. Bum qilamizmi? Xayolingga ham keltirma. Buni qurish uchun bechorani bir oy vaqt ketgan. Bu yerdagi butun shahar suv ostida joylashtirilgan. Bu yerdagi laboratoriyalar ishga tushishi uchun pul kerak. Shuning uchun biz kazino qurdik. Qo'yli, bu yerning ichkarisi ham tashqarisidan qolishmaydi, juda ham chiroyli. Agar tayyor bo'lsangiz, qani meni ortimdan yuringlar. Qo'yli. Qo'yli, nima deyishga ham tilim ojiz. Bu yerning chiroyi odamni lo'l qoldiradi. Bu hali hammasi emas, qani ortimdan. Mana bu zal nozik mehmonlar uchun. Sizlar hammasini qo'yinglar, mana bu qandilni chiroyligini qaranglar. Buni ham o'zim o'ylab topganman. Senga gap yo'q, o'shna, 5 bahoing. Mana bu esa kutubxona. Qo'yli, kutubxonada hamma kitoblarda Chin Huan yozilganmi? Yuragimga to'kildi shu yo'qotlaring buni. Kim olib keldi buni? E'tibor berma, inshootga qara. Shavla, esingdan chiqmasin. Har birimiz bittadan inshoot tanlaymiz. Yutgan odam $10,000 qo'lga kiritadi. Bilasizlarmi, men uchun bu inshoot juda ham qadrli. Chunki bu yerdagi har bir nuqtasi, har bir detallariga o'zim e'tibor berganman. 1-2 so'm tashab ketsalar yaxshi bo'lardi. Mana endi 1 yil davomida qurilgan inshootga nazar tashlaymiz. Menda bitta savol bor. Menga aytishlari bo'yicha bu yerni o'zing 1 yil davomida qurgan ekansan. To'g'ri eshitibsan. Men buni bir o'zim qurganman. Har bir blokni birma-bir o'zing qo'yib chiqqanmisan? Xo'sh, To'ymurod, qani ko'raylikchi 1 yil ichida nimalarni qurgan ekansan? Marhamat, Sirion qarorgohiga xush kelibsizlar. Bu proyekt arxitektura, ya'ni tarixiy Yigit kulturasiga qarata qurilgan. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu shahar 256 million blokdan iborat. Nima? 2 million dedingmi? Yo'q, 200 milliondan ziyodroq. 200 milliondan ziyodroq? Nima, birma-bir sanab chiqqanmisan? Shaharimizning birinchi darvozasi, ya'ni betonablokdan qurilgan. Birinchi darvozadan kirganimizdan so'ng shaharning maydoni, ya'ni yuragiga kirib boramiz. Bu yer bo'yvachchalar shahrimi nima bo'lo? Hamma yo'q cho'l, lekin bu yerda suv bor ekan. Mana bu yer Anubis xudosining maydoni deb nomlanadi. Bu shaharning birinchi va eng ulkan qurilmalaridan biri. Qo'yli, piramidaning ichida biror nima bormi? Albatta, sizlarni xursand qiladigan buyumlar bor. Buning ichida butun shaharning boyliklari joylashtirilgan.
Qo'ying. Ibi, shuncha tillo. O'rtada esa Anubisning haykali turibdi. Proyektning eng mazali joyi mana shu. Yo tavba, umrim bino bo'lib bunchalik tilla ko'rmagan edim. Sizlar hozircha faqatgina piramidaning ichidagi boyliklarni ko'ryapsiz, xolos. Bu yer aqlga sig'mas. 250 million blokdan iborat shahar qurilgan. Ularni faqatgina mana bu bola qurgan. Mana bu shaharimizning maydonida qurilgan 5 ta ibodatxonadan biri. Men esa ikkinchisini topdim. Ichiga kirib ko'raychi. Yo, tavba, nima balo qurib tashlagan bu bola? Bu yerda shunchaki sayr qilib yurishni o'zi ham maroqli ekan. Biz yangi festivalni reklama qilmoqchi edik, lekin mana bu qanjiqni qorni och qoldi. Menga ham bitta yuboringlar. Mana bu yirik shaharning ichida bog'lari bor va o'rtasida chiroyli haykal joylashgan. Jinorson shunaqangi chiroyli yasalganki, qayerga tushib qolganimni ham bilmayman. Axir bu Minecraft. Agar yangi festivalni tatib ko'rmagan bo'lsangiz, tatib ko'rishni maslahat beraman. Ularni mana bu do'konlardan izlanglar. Sen qanaqa qilsan o'zi jig'ildoning qaynab o'lib ketgan iloyim. Azal. Bir narsa so'rasam maylimi? Bu shahar seni o'zingni qilgan ishingmi? Bu meni orzuyim. Bakalavr diplomini olganimdan so'ng Minecraft o'yiniga g'arq bo'lib ketdim. Bu meni eng yaxshi ko'rgan ishlarimdan biri. Men tushundim. Demak, sen bakalavr diplomini arxitektor yo'nalishini tugatgansan. Menga har bir detallarga e'tibor berganing yo'qdi. Jinorson, bu narsaga 1 yil vaqtingni sarflaganmisan? Temirod, bir savolim bor, faqat aniq javob ber. Sen bu inshootga 1 yil vaqtingni sarflagansan. O'zing xursandmisan? Men juda ham faxrlanaman. Lekin mablag' borasiga keladigan bo'lsak, o'zini qoplamadi. Nima deb o'ylaysan? 10 ming dollar senga yordam beradimi? Ha, albatta yordam beradi. Sen juda ham ko'p kuchingni sarflagansan. Qoyil qolsa arziydi. Temirod g'olib bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni videoning oxirida ko'ramiz. Rahmat. Valakchalak, mana endi bizni tanishtirib chiqding. Sizning qarshingizda siz ko'rib turganingizdek Greenfield nomli shahar. Biz buni umrimiz davomida ko'rib turgan Minecraftdagi eng chiroyli shahar nomini bersak ham bo'laveradi. Shaharning har bir nuqtalari real hayotga asoslanib qurilgan. Yo'q qo'yli. Shoshma, bu yerda eskalator ham bormi? Yo'q, sizlar buni qaranglar. Har bir etajning o'zining xonalari bor. Bunga qaranglar. Mana buni qaranglar. Bu yerda ko'rsatuv belgilari va lift ham bor ekan. Qo'yli, bu yerda hattoki hojatxona ham bor ekan, ayollarniki va erkaklarniki. Tualet bor ekan, lekin ichida unitazlari ham bor. Biz bu proyektga 100 ming soat vaqtimizni sarflaganmiz. Bu biz ko'rgan video davomidagi eng chiroyli shaharlardan biri. Shoshma, bu yerda nechta inshoot bor? Bu yerda 10 mingdan ortiq inshootlar bor. Yo, toma, 10 mingta deydimi? Shoshma, men hozir 5 qadamda bosib o'tdim. Ha, bu yerda ham uy bor ekan. Oho, Jinorson, har bir uyning ichi o'zgacha taxlangan. Sizlar mana bunga qaranglar. Tova, bu yer yonyaptimi? Bunga qaranglar, bu yerni o't o'chiruvchilar o'chiryapti. Men ichkariga kirdim. Men yonyapman. Men yonyapman. Meni ko'p kuldirma. Menga ko'p kulish mumkin emas. Bo'lmasa men chiqmayman. Yana bir chiroyli inshoot, ya'ni bizning faxrimiz bo'lgan eng katta aeroportlardan biri. Butun Minecraft o'yinida desa ham bo'ladi. Yo, tavba, har bir terminallargacha taxlab qo'ygan. Buni qaranglar, samolyotlar ham o'z joyiga joylashtirilgan. Mana bu yerni esa men o'z qo'lim bilan qurganman. Har bir bloklarga, har bir detallarga e'tibor berganman. Mana shu inshootga naqd 1 yil vaqtim ketgan. Valakchalak, meni bir gapim bor senga. Menimcha sen arxitektorsan. Ha. Jinorson, har bir videomizdagi insonlar arxitektormi nima balo? Men sizlarga to'g'risini aytsam, bu proyektni boshlaganimda men hali maktab o'quvchisi edim. Lekin haligacha qurilish davom etyapti. Lekin hozirda esa meni o'z ishim, yaxshi ko'rgan qizim va uyim bor. Lekin umid qilamanki, men bu qurilishlarni hali 20 yil, 30 yil va hattoki 40 yil davomida davom etaman. Men bu inshootlarni qurishni farzandlarim, nabiralarim, abiralarim, hattoki chabiralarim bilan davom etaman qurishni. Xullas to'xtash bo'lmaydi. Biz juda ham ko'p qurilishlarni guvohi bo'ldik. Insonlar haftalab, oylab, hattoki yillab vaqtlarini sarflaganlar. Xo'sh, 10 ming dollarni kimga beramiz? Jimmy, yana nega o'zingni qizingni bu yerga tiqishtiryapsan? Shoshma, u Shavlani aytayapti, to'g'rimi? Men ham ilgari Shavlaga o'xshab kitob yozganman. Qizni gapingni bir tiyinga olmaymiz. Shavla senga 10 ming dollarni shundoq beramiz. Rahmat. Sizlardan bunday gapni eshitish men uchun baxt. Men esa qani sherga 10 ming dollarni bergan bo'lardim, chunki juda ham chiroyli qurgan. Rahmat do'stlar, sizlarga yoqqanidan xursandman. Do'stlar, lekin menga Choroqulning ishi juda ham yoqdi. Chunki uning pishirgan kartoshkasi 10 ming dollarga arziydi. Men seni tanlayman, Choroqul. Men hayron qoldim. Bolalar, men boshqa fikrdaman. Menga esa To'xtaning qurgan inshooti yoqdi. Xullas, 10 ming dollar To'xtaning hisobiga o'tkaziladi. Tabriklayman seni, To'xta. Rahmat sizlarga, men kutmagan edim. Omadingni bersin, bundan ham yaxshisiga loyiqsan. Anilan o'ziga obuna bo'lish esdan chiqmasin.